Assalomu alaykum. Bugun readingdan 9 olishni eng muhim sirini gaplashamiz. Ko'pchilik talabalarda uchraydigan holat bu to'xtamasdan practice qilish va savollarni analiz qilish. Qaysiki juda ham noto'g'ri metod. Readingdan 9 olish yo'li juda ham oson. 2 oydan 3 oygacha muddatda tayyorgarlik ko'rib readingdan 9 olsa bo'ladi. Afsuski 2 yil practice qilib 5,5 olgan talabalarni bilaman. 5,5 6. O'zi odatda shunaqa olinadi. Chunki baza yaxshi emasmi, vocabulary, grammatika yaxshi bo'lmagandan keyin 1000 marta analiz qiladimi, foydasi yo'q. Birinchi naynerlardan biri bilan men Farg'onada suhbat qilganimda, o'shanda menga aytilganki, kuniga bir berdan bir dona New Science o'qiydigan bo'lsangiz, baxa 3 oyga qolmasdan readingdan bemalol 9 olasiz. Provided your grammar is good. Not really good, but good. Ya'ni intermediate atrofida grammatikasi shu levelda bo'lgan talabalar agar kuniga bir donadan New Scientist bo'ladimi yoki The Guardian bo'ladimi, jurnal, artikel o'qiydigan bo'lsangiz, demak readingdan aniq 9 olasiz va God willing, albatta, barchasi from God. Bugun afsuski eng katta muammolardan biri mana bu to'g'ri dori, ya'ni medicine topdik, which is reading an article to improve, to boost your reading score. Ammo Mr. Baha o'qiyman, lekin o'sish bo'lmayapti degan talabalarda grammatika odatda chatoq bo'ladi. Va buni bilish uchun o'qituvchi albatta bitta artikelni line by line so'rab, o'qitib, retail qildirish kerak talabaga. Va mana shu challenge-ni boshlaymiz bugundan. Xuddi shu demak artikel kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta chiqarib olib, o'qib, o'zingizlar o'qinglar birinchi va undan keyin mana shu darsni ko'radigan bo'lsalar, menimcha juda ham super effektiv bo'ladi. Buni olmoqchi bo'lsalar, Telegramdan oddiy Baxa yozinglar, men sizlarga PDF-ni beraman. Xo'p, ko'rib chiqamiz line by line. Why cities cannot learn? Nimaga citylar demak cannot learn, o'rgana olmaydi. Xo'p, nimani o'rgana olmaydi ko'ramiz. Zahir Allan degan columnist, ya'ni bu yozuvchi, ya'ni o'sha jurnallarda artikellar yozadigan odam. Va bugun albatta do'stlar, mana shu artikelni yarmini o'qiymiz va yarmini ertaga o'qiymiz. Xo'p, boshladik. For most of the world's urban history. Demak, for most of degani mana bu yerda vaqt haqida gap ketyapti. Agar urban shaharlashtirishni tarixiga qaraydigan bo'lsak, dunyo bo'ylab o'sha eng katta davrga qaraydigan bo'lsak, change in policies and responses to hazards, ya'ni danger, hazards ya'ni xavf-xatarlarga response va policylar demak bu qarorlar, siyosatga aloqasi yo'q, qaror, hukm, ya'ni qonun, shunga o'xshagan narsalar. Change in policies and responses to hazards. Shu hazardlar uchun, ya'ni response, ya'ni bu javob berish, ya'ni have proceeded on a time scale, davom etgan on a time scale periodda. Endi time scale ga izoh beryapti relative clause orqali. That made adaptation possible. Ya'ni adaptation moslashishni nima qilgan ekan? Possible qilgan ekan. Tushunarli? Change in policies and responses to hazards have proceeded on a time scale that made adaptation possible. However slow, sekin yoki politically disargued bo'lishiga qaramasdan baribir, demak mana bu however degani ammo degani emas. Ko'pchilik but ammo deb tushunadi, lekin bu yerdagi grammatikasi demak bu although ga qaramasdan degani. Slow yoki politically contested, ya'ni politically contested degani politik tarafdan, siyosiy tarafdan disargue bo'lgan, dispute bo'lgan, kelishmovchiliklar keltirib chiqargan. Sekin va shunaqa political tarafdan contested bo'lishiga qaramasdan deyapti. Hop, ko'ramiz endi. The Great Fire of London in 1666
produced building regulations within 2 years of the devastating yani juda ham yomon blaze juda ham ta'siri katta bo'lgan fojiali devastating blaze. The Great Fire of London in 1666 1666-yilda bo'lgan. The Great Fire of London mana shu qanaqa bir yong'in bo'lgan voqea produced building regulations within 2 years of the devastating blaze. Devastating blaze'dan boshlab demak o'sha 2 yil muddatda building regulationlar produce qilishga olib kelgan. Building regulations ya'ni binolar qanaqa qurilishi kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, xullas shunga o'xshagan narsa. Repeated flooding events along the Rhine and Danube rivers through the late 20th century. Mana shu narsa do'stlar, bitta ot gapni egasi, tushunyapsizlarmi? Artikelda hozir shu darsda oxirigacha ko'riladi, juda ham ko'p narsani guvohi bo'lasizlar. Bu a big noun deyiladi. Juda ham qo'shma ot o'zbekchasiga. Repeated flooding events along the Rhine and Danube rivers through the late 20th century. 20-asrning oxirlarida Danub va Rhine yoqalab qayta bo'lgan flooding eventlar mana shu bitta noun nimaga olib bordi? Spurred zoning rules and hazard mapping. Mana shu bo'lgan voqealar 20-asrda dohli spurred yani tezlashtirib yubordi. Zoning rules yerlardan qanday foydalanish qonun qoidalari va hazard mapping. Hazard mapping nima desalar? That are now standard. Ya'ni hazard mapping degani shunaqa bir nima deydi? Xullas map bo'ladi. Mapda asosan o'sha bir fojialarga, masalan, yer qimirlashi, floodingga, katta risk bo'ladigan joylarni ko'rsatib beriladi. Shunaqa map bo'ladi-da, shunaqa zonalar ko'rsatiladi. Misol uchun O'zbekiston bo'lsa, map bo'ladigan bo'lsa, hazard mapping bo'lsa, yer qimirlashga chiziqcha qilib, qizil qilib, misol uchun Toshkent bo'lishi mumkin yoki Farg'ona bo'lishi mumkin. Xuddi shular ko'rsatib qo'yadi. Hazard mapping deyiladi. They are now standard. Va hozir bular, mana shular, mana ikkalasi zoning rules and hazard mapping, they are now standard. Demak, standard. Hozir bu standard bo'lib qolgan. Across bo'ylab degan, across Europe's urban planning systems. Urban planning system shaharlashtirish yoki shaharni rejalashtirish tizimi. Standardga aylanib qolgan. What drove these improvements? Bu improvementlarda nimalar drove qilgan? Ya'ni drove degani drive degan, keltirib chiqargan was a general pathway. Main option, main choice, general pathway in which qaysindaki disruption produced evidence. Disruption o'sha fojia bo'lgan va bu narsa evidence ko'rsatdi. Evidence generated pressure, bosimni yaratdi evidence va and pressure forced modifications. O'zgartirishlarni keltirib chiqardi. Davay o'zgartirishimiz kerak. Demak, disruption event bo'ldi. Evidence ko'rinib turibdi. Yer qimirladi misol uchun. Evidence generated pressure. Pressure davay deyapti. Evidence mana ko'rinib turibdi. Endi bu narsa o'z-o'zidan bosimni keltirib chiqardi. And pressure forced modifications. Modifications ya'ni o'zgartirishlar the force qildi. O'zgartirishlar kimlar tarafidan? By agencies. Agencies, tashkilotlar, officials responsible for governing degani boshqarish a city's well-being. Shaharning farovonligiga responsible bo'lgan. Mana bu yerda do'stlar, mana bu yerda which are degan narsa qolib ketdi. Mana bu agencylarga ta'rif berish uchun relative clause who, which wordlarni orada tashab ketsa ham bo'ladi. By agencies responsible for governing a city's well-being. Well-being farovonligi. However, ammo that process has been degrading across every inhabited continent. Ammo o'sha jarayon has been
Degrade ya'ni yomonlashish degani. Across every inhabited continent. Har bitta istiqomat qilinadigan kontinentda. Bilyapsizlar, hozir bu yerda nima ketyapti desanglar, misol uchun readingda men o'zim juda ko'p marotaba 9 olganman. Voqea qanday flow bo'layotganini tushunsa bo'ladi. Kuchli readerlar shuni bilib turadi. Shuni track qilib turadi, men kuzatib turaman. Misol uchun Yandexda o'rtoqlarga Yandex order qilib bersalar, book qilib berasizlarda, o'rtoqlar ketayotganini o'zingizlar ko'rib tursangiz bo'ladi. Bu yerda tekst xatga olib ketyapti. Hozir tarixda maqtayapti. Maqtab turib, endi hozirda yomonlayapti. Ko'ryapsizmi? Uje mana bu yerda however da butun tekstni yo'nalishi uje o'zgardi. Burilib ketdi. What has emerged? Emerged ya'ni paydo bo'ldi. Nima paydo bo'ldi? Present perfect, hozirgacha. What has emerged in its place? Uni o'rnida nima paydo bo'ldi? In its place mana shu process deganda its deyapti. Mana shu processni o'rnida nima paydo bo'ldi? Mana nima paydo bo'ldi? Xo'p, qalamni sal xalroq qilamiz. Okay, this is like a lot. Ikkini olamiz. Not bad. Xo'p. Mana shu process o'rnida nima paydo bo'ldi? Is a volatile. Volatile ya'ni ravon emas, doim o'zgarib turadigan urbanism, shaharlashtirish. Uni o'rnida mana shu process o'rnida nima paydo bo'ldi? Mana bu savol emas bu aslida. Kinoyali savol beriladi o'zbekchada bilsanglar. O'sha oxirida bunaqa qo'ymaymiz. What has emerged in its place is a volatile urbanism. Mana endi ta'rif beryapti. U nima desa, that is threatening resilience. Mana bu yerda urbanismga ta'rif bermayapti, lekin qo'shimcha urbanism, volatile urbanism haqida anaqa beryapti. Qo'shimcha ma'lumot beryapti, ta'rif beryapti. Qaysiki uje hozir resilience ni threaten qilyapti. Resilience degani, ya'ni qarshi tura olish, qarshi chidamlilikni threaten qilyapti. Ya'ni shaharlar balki chidolmayotganda floodingga, yer qimirlashga, xuddi shularni ko'rib chiqamiz. Volatile urbanism can be considered a condition. Volatile urbanism can be considered. Ya'ni deb anaqa qilsa bo'ladi. O'zbekcha bilan inglizchani, demak, lug'atini solishtirgan bo'lsak, qancha so'z borligini inglizda juda ham ko'p. O'shaning uchun tushuntirib berayotganda I'm so sorry guys if I cannot explain in Uzbek. Chunki menga to'g'risini aytsam inglizda tushuntirish qulayroq. Xo'p, volatile urbanismda can be considered. Albatta mana shu consider degan so'zni do'stlar men 100% bilaman, lekin o'zbekchada bilmay, kommentda yozib ketinglar iltimos. Considered a condition. Ular ta'rif beryapti. Hisobga olsa bo'ladi. Considered in which qaysindaki multiple overlapping disasters arrive. Demak, volatile urbanism can be considered a condition deb hisobga olsa bo'ladi. Condition deb hisobga olsa bo'ladi. Qanaqa condition, qanaqa holat? Condition ya holat. Qaysindaki in which bir qancha overlapping disasters arrive. Bir qancha disaster. Overlapping degani mana tasavvur qilib do'stlar, mana bu bitta nima kaftim bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchi kaftim overlap. Bitta disaster tugamasdan ikkinchisi keladi. Tushunasizmi? Mana disaster tugashi, boshlanish nuqtasi, overlapping tugashidan oldin ikkinchisi kelyapti. Faster than institutions can comprehend. Tashkilotlar comprehend qilishdan oldin. The preceding event. Oldingi eventni precede qilish, tushunishdan oldin, ya'ni comprehend, tushunishdan oldin, preceding yani previous. Ya'ni mana buni tushunishidan oldin bu kelyapti. Mana ikkita overlapping, bir qancha disasterlar kelyapti va bular tezroq kelyapti. Nimadan ko'ra tezroq? Mana bularni tushunishidan ko'ra, institutionlarni tushunishidan ko'ra bular tezroq kelyapti. Ya'ni institutionlar mana buni tushunguncha birinchisini bu jeke bo'lyapti. Tushunasizmi qanaqa tushunish kerak? Hamma artikel o'qiyapman, tushunyapman Mr. Baha dedi. Davay birinchi gapni o'qi deyman, o'quvchimga o'sha muzlaydi. Umuman boshqa hikoyani aytadi. Bu misol uchun
KFC haqida bo'lsa, tekst u Burger King yoki Wendy's gapirayotgan bo'ladi. O'shaning uchun do'stlar, grammatika yaxshi emasmi? Artikl o'qish foyda bermaydi. Juda ham kam foyda beradi. O'shaning uchun grammatikani o'rganish kerak. Va mana bu narsa deyapti, compressing not only the intervals between events, va bu narsaga yana qo'shimcha ta'rif berib ketyapti. Compressing not only the intervals, faqatgina intervallarda, demak, not only, not degani iltimos bu inkor shakli deb qo'ymaylik. Ikkita narsani aytyapti. U nafaqat chiroyli, balki boy. Tushunasizmi? Bu degani chiroyli emas, boy degani emas. Compressing kaltalashtirish, kichraytirish, compressing not only the intervals, oradagi intervallarni kamaytirish bilan birga the time within which adaptation is possible. Bunga moslashish possible. But the time, bu time'ni ham anaqa qilyapti, kamaytiryapti, qaranglar. Intervallarni ham kamaytiryapti. O'sha voqeani orasida bo'layotgan intervallarni ham kamaytiryapti va undan keyin yana bitta vaqtni kamaytiryapti. Qaysi vaqtni? The time within which ne qaysiniki ichida, within which adaptation is possible. Moslashish possible bo'lgan. Demak, moslashga ulgurmayapmiz degani bu. Tushunasizlarmi? For example, over the last 20 years, oxirgi 20 yillarda Mumbai has experienced catastrophic monsoon flooding in 2005, 17, 19 and 23. Catastrophic, yani katastrofik. Yani dahshatli xullas. Zararlari juda ham katta. Devastating xullas. Each incident exposing, har bitta incident yani yomon voqea bo'lgan, yomon noxush voqea incident yani. Each incident, har bittasi 5, 17, 19, 23, each incident exposing, yani yuzaga chiqarib qo'yish, fosh qilish, the same combination of inadequate, exposing the same combination of inadequate drainage infrastructure, unregulated floodplain development, and fragmented coordination of responsible agencies. Har bitta bo'lgan katastrofa fosh qilib qo'ydi. Kombinatsiya, nimani kombinatsiyasi? Inadequate, yetarsiz bo'lgan. Drainage infrastructure, ya'ni kanalizatsiya infrastrukturalari. Unregulated floodplain developments. Unregulated ya'ni o'sha floodlarni oldini olish, xullas. Unregulated demak, buni davlat o'sha Indiya misol uchun Mumbayda boshqaruv bo'lmagan, unregulated xullas bu. Demak, hamma so'zni ham bilmayman do'stlar, chunki bu scientific jurnal va odatda buni sciencelar o'qiydi. Men misol uchun a simple Uzbek teacher, IELTS teacher so'zlar tushunaman, lekin tushuntirib bera olmasligim mumkin. Chunki reading asosiy narsa bu o'zingizlar tushunishinglar. Unregulated flood dan olsak bo'ladi, development. Ya'ni floodga tayyorgarlik yaxshi emas, yaxshi boshqaruv, yaxshi nazorat ostida emas. And fragmented, ya'ni tarqalib ketgan, parchalanib ketgan coordination of responsible agents. Demak, o'sha responsible agencylar coordinate birgalikda ishlamaydi. Fragmented coordination. Tushunarlimi? This pattern, bu holat, bu bir xillik, this pattern, mana shu holat has also been apparent. Ko'rinib turibdi bu ham. In floods of Jakarta, Manila and Dhaka. Mana shu joylarda ham yaqqol ko'zga namoyon bo'lib turibdi. The chronic failure of cities to adapt to such hazards, mana bu bitta ot. Mana buni qarang. Bitta noun mana. The chronic failure of cities. Citylarda chronic, surunkalik failure, yiqilishi. Ya'ni imtihondan yiqilish deydi. Bu yerda boshqa narsada o'sha hazardlarga adapt qilishda citylarda doimiy ravishda surunkali xato qilishlari can be attributed to degani borib taqaladi degani. An increasingly disabled coordination of feedback loops in transportation, sanitation, utilities, land use, emergency responses, and other critical systems. Mana shu, demak transportation bilasizlar,
transport, sanitation, sanitariya, utilities mana shu svet, gaz, suv, shunga o'xshagan narsalar, kommunalkalar, land use, ya'ni yerdan foydalanish, emergency responses, emergencylarga qanchalik yaxshi response qilish va other va boshqa muhim tizimlarda demak feedback loop yo'qligi shularda. Disabled coordination of feedback loops. Feedback loop degani action bo'ladi, xato bo'ladi, o'rganiladi, ya'ni action ketaveradi. Misol uchun, sizda feedback loop o'sha feedback to'xtamasdan sizga berib turilishi. Mana shu sferalarda demak feedback looplar yaxshi ishlamayapti va bu increasingly davom etyapti. Borgan sari kuchayib ketyapti. Demak, mana shu narsalar sababidan mana bu narsa kelib chiqyapti. Tushunarlimi? The chronic failure of cities to adapt to such hazards. Mana shu demak hazardlarga adapt qilishda chronic failurelar bular borib nima taqalyapti? Increasingly disabled degani demak nogiron degani xullas. Disabled coordination of demak birgalikda ishlamayapti. Feedback loop bo'yicha. Understandable? Blah 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 and other critical system through which qaysilarki orqali institutional learning previously occurred. Institutional learning previously occurred. Oldinlari shu narsa bo'lgan. Xo'p, endi buni oxiri gap tushunishim men o'zim yana boshqatdan o'qishim kerak, chunki sizlarga tushuntirib bera turib, o'zim ham esimdan chiqib qoladi, to'g'risini aytsam do'stlar. Demak, demak xuddi mana shu xatolarga demak oldin bu narsalarga yo'l qo'yilmagan. Which institutional learning previously occurred. Demak ketdi endi. 3 organizational features of contemporary urban governance account for volatile urbanism. Volatile urbanismga de tushuntirib beradi deyapti. Account for degani tushuntirib berish yoki represent qilish, ko'rsatib berish degani account for. Demak, volatile urbanismda nima ko'rsatib beradi bizga? 3 organizational features. 3 ta boshqaruv features, ya'ni feature qanday tushuntirsam ekan? O'zbekchada ham dash bu so'z bilinmay. Yana mana ikkinchi so'zga duch kelyapman. Tasavvur qiling, misol uchun telefon bo'lsa, uni featurelari bor. Kamerasi bor, misol uchun note bo'ladigan bo'lsa, yozadigan ruchkasi bor, kolonkasi bor, oldi kamerasi bor, shunga o'xshagan narsalar. Boshqaruvdagi 3 ta feature. Hozirgi, demak contemporary urban governance, hozirgi shahar boshqaruvidagi 3 ta feature volatile urbanism ko'rsatib beryapti. The most visible one is jurisdictional. Birinchisi jurisdictional degani, ya'ni o'sha qonun, qoidaga borib taqaladi. Law, xullas, oddiy qilib aytganda. Legal, legislation. Water, energy, food distribution, suv, energiya, food distribution, ovqat yetkazib berish, ya'ni bu yerdan u delivery emas, balki o'sha dehqonlar xullas yetishtirib chiqaradi, davlat uni make sure qiladi, iste'molchilarga borib ovqatga aylanib borguncha. Mana shu narsalar food distribution deyiladi. Transit bu transportation va public health operate degani demak sodir bo'ladi under overlapping regulatory regimes. Under overlapping regulatory regimes. Regulatory ya'ni bu o'sha boshqaruv, demak overlapping ya'ni haligi so'z. Regimes whose mandates kimniki, demak mana shularda whose ko'rasizlar, ko'pincha relative clause o'rgansizlar, o'sha ancha ko'proq tushunasizlar. Mandates ya'ni responsibilities yoki duties and budget cycles. Budget cycle ya'ni bu o'sha yil mobaynida, for example, qancha pul qayerga sarflanishi kerak. Mana shu demak dutylar bilan budget cycles are largely misaligned. Bir-biriga tushmaydi, to'g'ri kelmaydi with one another. Bir-biriga tushmaydi.
Tushunyapsizlarmi? Mana shu birinchisi bu qonunga borib taqaladi. Demak, water, energy, food distribution, transit and public health operate under overlapping regulatory regimes. Demak, qonun qisqa qilib aytganda qonun yaxshi ishlamaydi bu yerda. Ya'ni mandate mana bu rejimlar demak. Rejim degani o'zbekchasi ham rejim bo'ladi. Mana shular yaxshi ishlamaydi. Regimes qaysiki, whose kimniki mandates bo'ynidagi responsibilitylari hamda budget cyclelari are largely degani judayam degani very much degani very much yoki significantly misaligned. Bir-biriga mos kelmaydi. Balkim kamroq pul ajratilar yoki o'sha ajratilgan pul yetib bormasligi mumkin. Misaligned. Garmoniya, ya'ni harmony yo'q edi with one another and with the time scale of compound failures compound failures ya'ni doim ortib boradigan fail in which multiple linked errors bir qancha bir-biriga bog'liq bo'lgan xatolar stuck up nima bo'ladi? Ta'klanib boraveradi hamda oxirida trigger qiladi a major system collapse. Juda ham katta tizimdagi collapse, qulashga olib boradi. Trigger degani miltiqda yoki avtomat yoki xullas weapondagi tortilgan narsa o'sha trigger bo'ladi. O'shani yuzaga keltirib chiqaradi. Tushunarlimi? Demak, mandatelar bilan budjetlar misaligned va undan keyin compound failurelar. When a disaster demands a coordinated response degani solution degani, javob degani, answer degani, step degani, measure degani. Mana misol uchun writing taskga вообще dahshat so'z bu ekan. Speaking part 3 da ham zo'r ketadi. Response, coordinated response degani har taraflama birgalikda qilinadigan response. Qachonki bitta disaster, misol uchun earthquake yoki COVID-19 qachonki mana shu disaster demand qilganda nothing compels these systems to act together. Hech narsa bularni birgalikda act qilishga, coordinate qilishga compel qila olmaydi. Compel ya'ni force, ya'ni majburlash degani, majburlay olmaydi. Demak, birinchi eng katta sabab hamma yo'q parchalanib ketgan. Demak, shaharlarda parchalanib ketgan. Manimcha, if you work in a government, you will understand this better. Rather, aksincha, each one considers a disaster within its own perimeter. Ya'ni perimeter degani o'zini responsibility yoki o'zini tushuncha chegarasi degani. Each one considers hisobga olmoq. Topdiga consider. Each one considers a disaster within its own perimeter. Demak, bitta problema bo'ldimi, hamma o'zini chegarasi bilan tushunadi. Its failure to respond is a partial cause of the city's overall failure. Its failure o'zini demak fail bo'lishi, to respond demak javob qaytarmadi, as a partial cause of the city'da overall failure-ga demak, oh my god. Mana shu menimcha, mana shuni tushungan odam Redditni o'sha o'ynab kulib to'qqiz. Agar shu gapni o'zim tushunsangiz hozir men javob qilaman, o'sha imtihon topshirsangiz bo'laveradi. Its failure to respond as a partial cause of the city's overall failure. Demak, shaharda endi mana bitta gap tushunmayapsizlar do'stlar. Mana bu ajoyib sirni aytaman sizlarga. Xo'p. Ingliz tilida gapni oxirdan boshiga qarab tarjima qilish juda ham oson bo'ladi. Demak, overall failure, city'da overall failure-ni partial cause. Partial cause degani katta failni bitta kichkina qismi sifatida nima qilar ekan ular? Consider qilar ekan. Demak, shu katta fail bo'ldi. O'sha shaharda aytadi, mana shaharda o'sha juda katta failure bo'ldi, qulash bo'ldi. Biz faqat bizni nimamiz deyapti? Respond qila olmaganimiz, it's failure to respond. Bizni respond qila olmaganimiz bu faqatgina partial cause.
partially yanada partially agree desizlar, qisman sabab xolos deyapti. Asosiy sabab biz emasmiz deyapti. O'zi aslida ular asosiy sabab. And its solution as a change designed in isolation of other systems. Hop, its solution, o'zini solution as a change o'zgarish, design qaysiki dizayn qilingan in isolation of other systems. Boshqa sistemalarsiz. Yakka o'zi izolyatsiyada nima qilingan? Solution. Hop, demak, o'zim tushundim hozir do'stlar, lekin sizlarga tushuntirib bera olmadim. Buni to'g'ri qabul qilasizlar. O'sha Reading 8.5-9 oy o'qituvchilar bo'lsa, hozir bu tekstni o'qib tushunadi konkret. Agar sizlarga tushunarlisizroq bo'layotgan bo'lsa, it's okay guys. Mana bu narsani it's part of the journey. Xudo xolasa 10-15 ta artikel o'qigandan keyin xuddi shu yerga qaytib kelasizlarda, mana shu artikelni polni o'qiganlarda mana shu qismini anchagina zo'r tushunasizlar. Men nima deyotganimni, nima demoqchi bo'lganimni, qancha qiynalib ketganimni o'shani tushunasizlar. Atak hozir tushuna olmagan bo'lsa, it's okay, men xohlasam ham buni oddiy qilib tushuntirib bera olmayman. Bu narsa mana bu yerda bo'ladi. O'sha Ben Ninerlar, demak, grammatika, vokablar hammasi bitta koordinat qiladi-da, ma'noni shunday qilib menga olib chiqib beradi. Aslida bu narsa hali rivojlanmagan. Bu tabiiy holat, albatta readinglaslarda 5, 5.5, 6, 6.5 atrofida bo'lsa, it's impossible sometimes to not understand. Tushunarlimi? Ana o'sha uchun shu yerdasizlar. Demak, tekstdagi sizlar 70-80% bugun tushungan bo'lsalar, Merry Christmas. Dahshat, prosta dahshat. Xo'p, mana bu keyingi problemada to'xtaymiz va inshaalloh ertaga davom ettiramiz. Another problem, birinchisi jurisdictional. Ikkinchi sababi another problem is temporal, vaqtga oid. Temporal ya'ni vaqtga, related to time, vaqtga aloqador degani. There's a mismatch bu yerda bir-biriga mos kelmaslik. Mismatch between bilan keladi. Yana bitta so'z yodlash zo'r tarafi do'stlar, fraza qilib yodlaylar. There is a mismatch between A and B. Mana dahshat. Hop, mana bu yerda hozir shuni o'zgartiradi. There is a mismatch. Hoppa. O'zgarmabdi. Amazing. Mana. There is a mismatch between A and B. Tushunarli? A and B. Xuddi shunaqa yodlaysizlar, zo'r chiqadi. There is a difference between deb yodlaylardi. Difference emas yoki mismatch emas. Mana there is a difference, there is a mismatch. Demak, there is a mismatch between political terms of office. Terms of office degani o'sha ofisda qancha o'tiramiz. Misol uchun prezident saylansa 5 yil o'tirishi mumkin. Hokim misol uchun 2 yil bo'lishi mumkin. There is a mismatch there between political terms of office and infrastructure lifespan. Lifespan ya'ni hayot qancha davom etishi, infrastrukturalar. Demak, hokim kelyapti 2 yilga hamma yo'lda o'zgartirib yuborishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Mana shu yerda mismatch bo'lyapti. Do'stlar, umid qilamanki, bugun artikelni cho'tga tushundinglar. Xudo xolasa keyingi darsga xuddi shu artikelda davom ettiramiz. Juda ham qiziq do'stlar, juda ham qiziq va bu IELTS da tushib qolishi mumkin. Mana science, haqiqiy science do'stlar. Ko'rasizlarmi? Dahshat. Science demasizlar, hozir bitta katta scientific jurnalda demak bitta artikelni o'qib, hozir tushunishga harakat qildik. 50%, 60% tushungan bo'lsalar ham amazing, 70-80 tushunganlar dahshat. Iltimos kommentda necha foiz tushunganlarni aytinglar. Faqat 100% demanglar. 100% sizlar unda sizlar уже B9er bo'lasizlar. Okay do'stlar, iltimos kommentlarda yozib qo'yamiz. Dars yoqdimi, davom ettiramizmi, necha foiz tushundinglar va Telegramda oddiy bahadan nima qilamiz? Xo'p, artikelni so'ranglar, tashlab beraman. Thank you very much.